Ajrashaylik. Guruch tirikmi? Ana sizlar guruchlarni ko'p suv icharkanda biz tezroq qilib o'rganganmiz. La'sirda yeyishgansizlar-da. Biz ham kelib bo'lgan ekanmiz. Guruchdan ayb topmagan ekanmiz. Men mahonada. Ajrashaylik. Sen nega aytib turing? Bitta plus qo'shmabsan-da, 8 plus bo'ladi. Ajrashaylik. Nimaga? Duxobkalar yaxshimiz ekan. Olib bermadi, shishmadi. O'zi qancha tuxum solganman men. Biz ham mana shu duxobkada tort pishirganmiz. Po'rsiqday bo'lardi. Mahonada. Ajrashaylik. Jimishib. Jimishib. Ajrashamiz, ey. Nimaga yana? Tandiringiz qiyshiq nonimni kuydiryapti. Bahona bu, tandir yapma yangi, xo'pmi? Ajrashaylik, ey. Ajrashib ketaylik. Nega? Mana mashinangiz bo'lmaydi. Otangiz ishtonini rangini ko'ylagingizga urib yuborgan. Bavi parashogida-yu. Xomashyosi Germaniyadan olib keltirilgan. Shuni to'g'riga qaynagan suvni solasan, ko'ylaklarni, kiyimlarni shunday uyutib qo'yasan, dog'larni hammasini ketkazadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi, allergiya ham chaqirmaydi. Shunday yurgin, bo'taloq. Biz bechora o'zi hali kulida yuvardik. Oppoq bo'lar edi. Bahonada. Onangiz ovozini o'chiradi. Onadan ketma. Onadan ketma. Qanaqa onadan ketyapti? Ovozini o'chiring deb Ona, Xush kelibsiz mehmonlar. Qani to'rda o'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? O'ting. Keling. Labbay. O'shda o'zim qilaman, sharmanda qilasiz. Ajrashamiz. bugunmi? Bugun payshanbami? Opa, biz osh yegan keldik, shovla qildingizmi? Olov pasib qoldi-da. Qilolmayman deylar ayajon. Sen gurinchini bahona qilyapsan, siz olovni bahona qilyapsizlar. Tan olib qilolmayman deylar bahona qilmasdan. Ajrashaylik. Bu uyda hamma ajrashadi. Bu uyda hamma ajrashadi. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya?